Mani tonirovkasi 12 oy bo'lsa, sizlarga 13 oymi? Javobmi aka gapga? Javob. Gap so'z aka. Qarang, Mers hadovoy qilingan. Polning oldi, orqa krilolarga shumka qilingan. Xo'p, barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qadrdon akalar. Bugun payshanba, xudo xolasa, 11-iyun, Namangan Norin mashina bozoridan Trekker akalar, Monza, undan tashqari Cherry so'raganlar bor. Kia Sonetlarda ham so'mka qilganman. Video davomida o'tkazmasdan ko'rib boraverasiz. Oldindan faqat bitta like bosishdan esdan chiqmasin. Xo'p, aka siz qishga tayyormisiz? Aka bizda siz bop, yozda issig'ini, qishda ham beradigan aqlli katyonlarimiz bor. Ya'ni bu katyonlarimiz akalar 100 kvadratdan boshlanib, ukam gektar joyiga do'r bo'lsa ham qilib beramiz deyishyapti. Undan tashqari 2 yildan 50 yilga do'r aka kerak bo'lsa garantiya beramiz. Polni atroflari bilan aylanadigan, ham kitobli, ham aka turbali bo'ladi. Yaqinroq olib keling aka. Ikkitasi bittada. Narxlar akalar eng arzoni ham 7,5 milliondan boshlanib, aka nimasiga qarab, kvadratga qarab narxlar oshaveradi. Garantiyalar bor, xudo xolasa, polni komplektda bo'ladi. Ekrandagi nomerlarga telefon qiling, omadli xariddan deb qo'yish esingizdan chiqmasin. Yozda, qishda g'amini yozda yerigan akalar. 2023-yil primer paysa olamanu minamanidan keladigan akalarimiz yuratibsizlar. Va gen chiqadimi aka? Ha, jazoram nomer emas ekan, beraverasiz-da. Avtomobilda 4 ta yumshoq balon, jim paroylarga do'r qo'yilgan, 13 oy tonirovka ruxsati, bundan tashqari ponni torpedaga do'r 100% shumka qilingan va 90 ming probeda. Qarang aka, avtomat korobka, sidinasi o'ziga yarasha chexol, o'zi asli tagi ponni koja, lekin kiydirilgan. Devada panoramasi va torpedkasining holati mana. Bay. Hadovoylar mes qilingan dedingiz-a? Va mana ortidan ko'rinishi. 2023 kraskasi toza, primer paysa, propanlariga do'r bor. Oppa, arqa kapotda ham shunga qilganiga og'irlashib ketibdi. Mana aka, propani, qozonlari ham polni o'ralgan. Ana endi aka buni narxi qiziq. Necha pul so'rayapsiz o'zi? Bozor narx berdim bugun. Yomg'irlar ham yog'vordi-yu aka. Qancha? 15 mingga o'tib beramiz. 15 ming dollarga kamini qilib berasiz. Faqat naqdmi yo nasiya, barter? Barter, bank. Naqd, barter, bank bo'ladi. Nasiyaga bermaysiz variantga. Xo'p, bozor necha pul berdi? Sir bo'lmasa. Bozor 14,500 ga do'r ko'rdi. Bermaysizmi? Telefon nomeri. 33lik 646 70 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Albatta bizga like bosib qo'yamiz, davom etaveramiz. Xo'p, akalar, davom etaveramiz. Ukam, ana 10xlarda TVda luki yo'q, avtomatidan bor ekan degan akalarimizga qarang aka, ana 4-paysa avtomat 2025-yil. Bular ham aka turbina motor, zavodskiy diskasi. Mana, zavodskiy balonlarida. Kraskasi toza. Gen chiqadimi? Yo'q. O'tkazib olamiz. Mana aka, avtomobilda motorning holati 4-pakelini propanlarga do'r qo'yilgan. 4-paysa avtomat, zavodskiy diska balon, без ключевой достуp va avtomobil 42900, почти 43000 probeg. Mana aka, salonning holati, torpedkalarimiz sostoyanasi. Hop, to'rliguvchi. Gap yo'q. Уже 25 ta ruli ham istaydigan ekanda bularnikimi? Aka, men qarang, ruli qiziydi. Oldi ikkita sidina o'zi boshidan qizib kelgan. Propanni aytib o'tdim, orqani bunday turib bitta bosadigan bo'lsam, evakor polilariga do'r tashalgan. Va aka mana ortidan ko'rinishi haqiqiy mana endi yaxshi variant bo'pti. Bular aka men endi bitta shu shopperda sidinasini elektronniy upravleniya qilib qo'ysa, ancha zo'r bo'ladi. Ana endi aka buni narxi qiziq. 43 ming yurgan 2025. 4-paysa ashi LTZ Plus variantlari, rullari ham qiziydi. Narxini necha pul so'rayapsiz? Narxini aka 12 mingdan o'tib beramiz. Narxini 12 ming dollardan kamini qilib berasiz. Faqat naqdmi? Naqd, barter. Naqd barter bo'ladi. Varianti ham kelishishimiz mumkin. Ya'ni 1-2 oyga yetmay qolsa. Xo'p. Pul bersa. Aha. O'zgarmagan holatda. Gap yo'q. Telefon nomeri 50 779 0020. Ya'ni 10 ming plus bo'lsa, qolgan aka o'zgarmagan holatda, hozir 11 ming qanchaga ham olsangiz, o'sha holatda aka bir uzoq 2 oyga do'r ajdan qilib beraverar ekan, pul qo'shilmas ekan. Qolgan ma'lumotni o'zidan oling, omadli xariddan deb qo'yish esdan chiqmasin. 750 so'mdan pishkon g'ishti berayotgan narxini yana arzonlatib
omadli xariddan desangiz 720 dan qilib qo'yildi. 700. Lekin aka bu kelib, o'zingizni mashinangiz bo'lsa kelib, olib ketish narxingiz. Lekin vodiy bo'ylab dastavkalarimiz Dastavka bor, vodiy bo'ylab. dastavka bor, lekin kelishilgan holatda. Ya'ni Razmeri standart holatda. Hop. 61225 vodiyda standart g'ishi. hop, Sanoqlariga, uqalanmasligiga zavod o'zimizniki garantiyalari bor. Sho'rlamaslik darajasi yuqori aka. Bizda adir bo'lmagani uchun xudo xolasa aha. ko'rib turganda sho'rlagani yo'q. Xudo xolasa 1 so'm pulsiz. Aha. Farg'ona bo'ylab 900 so'mdan aka. Farg'ona bo'ylab. Bir Dastavkasi donasi. ichida. Dastavkasi ichida 10 ming tali mashinada yetib borishi bilan. Hop. Endi Andijonda Sharxonaga 950 boryapti, 930 dan qilib qo'yamiz. Buni 920 deng aka. 920 obunachilarning. Borib yo'q. Aka, Sharxonliklar Andijon Sharxoniga 900 Namanganga ham kelishilgan holatda. Namanganga ham kelishgan. Unga arzon qilib berasiz. Ekranda nomerlarda Telegram bor, lokatsiya orqali kelishaveradi. Kelishaverar aka. Gap so'z akalar. Narxlar shu bilan qular aka, undan ortiq qilmaydi. Xo'p, ana endi aka qarang. Monza so'raganlarga 2023 xudo xolasa Monza avtomobili Bru 5 atmosferniy deyapti. Ya'ni ana shu eng rasxod kamlaridan, kraskalari toza. Ana aka tem bo'leli partiyada xudo xolasa. Xo'p, avtomobilda 4 ta koreyskiy kumxo yumshoq balon qo'yilgan. Tonirovka ruxsati bormi? 11 oy tonirovka razрешение bor. Undan tashqari avtomobil 52 ming probeg, почти 52.900 ekan aka. Hop, 2023 salon polni ko'za, tevada lyuklari bor. Yo'lin bo'lmagan evakor polik tashalgan. Undan tashqari avtomobilga slipoy zona ham qilingan ekan. O'zi asli bularda slipoy zona menimcha yo'q edi. Bilganlar yana bir qator aytib yuboringlar. Aha. Va aka mana ortdan ko'rinishi. Buni dokumentga generalni chiqarmi aka? Voy, gap yo'q akalar, buni dilimiga jo'natib qo'ysa bo'lar ekan-da. Ha deganlarni akalar mana 777. Xo'p, mashina benzinda. 2023-yil 52 ming yurgan, kraskalari toza, Bru 5 atmosferniy, slipoy zona qilingan, tonirovka ruxsatlari, yumshoq balonga dor bor, gen chiqadi. Narxi 14 mingga beramiz. Dan o'tib bera olmaysizmi? Oxiri taqagan 14 ming. Suratga taqilgani shu. Aka 14 ming dollar oxirgi narxi deyap. Endi aka siz pul bilan kelsa sizga balkim o'tib berar. Faqat naqdmi? Naqdqa. Barter bor devoga. Barter devoga naqd. Telefon nomer 99 lik 020 020 77 77 73 raqamiga aloqaga chiqib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz, bizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Akalar, davom etaveramiz. Ob-havo ham emas, zakaznoy bo'lyapti-da, qarang aka. Xo'p, navbatdagi Tracker avtomobilimiz, ukam Chistый Redline deyap, 2022 kraskasi toza buni. Kraskalari toza. Dokument qana bo'ladi? Sirazi dokument bo'ladi. Oldida oblisovka RS qilingan. Hop, 4 ta masafadan yumshoq balon, paroylarga doğru qo'yilgan avtomobilga beskuluchovoy do'stov va aka mana salonni holatini ko'rishingiz mumkin. Chistый Redline 2022 92 ming probeg va akalar bu Xitoy zborka Redline, ya'ni shu bularda kruz kontroli bo'lmaydi, o'zini o'zi parkovka qilish sistemalari bo'lmaydi, lekin aka mana tevada panorama deysizmi, shopper sidinasi polniy elektronniy upravleniya. Undan tashqari bular zubchatkasi ham stepli bo'ladi va orqa tormozingiz ham aka diskli bo'ladi. Plyus tomonlaridan-da va mana ortidan ko'rinishi. O'zimizniki 23-yil tevasi chiqqanlar 1.2 bo'lsa turbina bular 1lik aka. Mana avtomobilda orqalarini holati, bemalol propan qo'shingiz bo'ladi bunga ham. Lekin shundoq ham rasxodi kam deyapti. Orqaga garimdori qo'yilgan RSdan, pastlari bilik piano qilinibdi. Top toza rextobga petnoy ham yo'q. 92 ming probeg 2022. Xo'p, ana endi aka buni narxi qiziq, nech pul so'rayapsiz? 15 ming so'rayapti, kelishtirib beramiz aka. 15 ming dollar kami bor deyapsiz. Xo'p, yopishtirib boshqa narx ayting aka. Bir olarmi odam bir mazaq ming borsin. Sizdan kelsa 600 ga beramiz aka. 14600 ga. Endi akalar bu siz savdoyingizga bog'liq, chimakkaniga sotmagan, balkim sizga yana o'tib berar. Faqat naqdmi? Naqd. Naqdga telefon nomeri 94 lik 691 691 0222 mi? Ha? 0222. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Aka, rasxod qanaqa hozir bunda? 5,5 ta. Gap yo'q aka, ko'ryapsizmi?
5,5 litr benzin rasxod deyapti. Bemalol propan qo'ysangiz ham bo'ladi. Aqni endi o'zi gaplashasiz. Bizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Aka, bozoringiz bersin. Xo'p, davom etamiz akalar. Yo'q, ukam bizga Arizo Cherry kerak degan akalarimiz bo'lsa, qarang aka. Xo'p, 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cherry Arizo 6 Pro ojibo. Eng fulli, xudo xolasa 23-yilda chiqqanlarning eng fulli kraskasi top toza. Kraskalari toza, 1,5 turbina, 4 ta silindrli. Xo'p, tevada lyuklariga doğru boridan dokument qana bo'ladi? Dokument kak bo'ladi, xohlagan. Istagan hujjati bo'ladi. Istagan hujjat bo'ladi. Kraskasi Top toza. bo'ldi. Yurganichi 66 ming yurgan. Zavodskiy diskaga 4 ta yumshoq balon qo'yilibdi. Holatda o'rta holatda. Slippoy zona, bakoyda pоворотный, бесключевой достуp va aka mana salonning holati. 66 ming yurgan 2023 Arizo 6 Pro akalar. Sidinasiga chexol tashalgan, o'zi asli koja bo'ladi. Video registratorlarga doğru qo'yilibdi, evakor polilariga doğru bor. Hop, yoqilg'isi nima buni? Benzinda. Va ortidan ko'rinishi mana aka. Hop. Torg'alarni ko'rib qo'ying aka, qo'ying, bagajni kengligini. Va mana aka qozonlari ham polni shumka qilingan aka. Ana endi hojib buning narxi qiziq. 2023-yil 66 ming yurgan Arizo 6 Pro eng fulli, kraskasi toza. Narxini necha pul so'rayapsiz aka? 13,600 dollar. Xo'p, akalar ko'rayotgan bo'lsalaringiz o'zi videolarda ham aka 14,5 ming, 14,700, 15 ming dollar ekanlar bor. 13,600 dollarga siz telefon qiling, balki sizga ham o'tib berar. Faqat naqdmi? Naqd pulga. Barterchi. Barter ham qo'yiladi. Barter bo'laveradi. Telefon nomeri 99 99 495 52 82 raqamlariga murojaat qilib, omadli xarid kanalidan deshingizdan chiqmasin. Albatta, mana shunaqasidan Cobalt puliga aka Arizo olib yuborishingiz mumkin. Albatta bizga like bosib qo'ying. Ko'p bilan kengash o'z bilganidan qolmadi deydi. Akalar, davom etaveramiz ukam. Kia Sonetlardan ham ko'rsatgan degan akalarimiz bo'lsa, aka mana Kia Sonet 2024 ashu Kia Sonetning eng full variantlaridan hurmatli vatandoshlar, bunga o'zi qarang. 4 ta yumshoq balon, 1 yil tonirovkalarga dur qilingan, kraskasi toza, 38 ming probegda. Ashu Kia Sonetning tevada lyuklari boridan aka. Gap yo'q. Mana avtomobil 4 ta yumshoq baloni, tonirovkasini ruxsatini aytib o'tdim. Va 38 ming emas 39 ming bo'pti probegi. Bularda yana eng qiziq tomoni aka oldi sidinasi bular sovutadi. Oldi sidina sovutadi akalar. Bularga isitmaydi. Xo'p, bundan tashqari monitorlarimiz, tablolarning holati mana. Rullarimiz albatta avtomat korobka, itivada mana aka lyuklari. 2024 39 ming probeg, kraska toza, evakor polikadir tashalgan. Apshipkalari. Bularda ko'pchilik orqalarini tor deyapti, orqasini. Aka, qanday endi orqa tor bo'lishi mumkin? Endi bu oldidagi odamning gavdasi katta bo'lsa, haqiqatda orqa tor bo'lib qoladi. Endi kichikroq bo'lsa, lekin bemalol. Lekin o'z ishingizga mingan aka, zo'r mashina, rasxoti ham zo'r. 4 ta silindrli, atmosferniy bo'ladi bular. Turbina emas. Va ortidan ko'rinishi. Bitta propan qo'yib olsangiz, xudo xolasa, lekin metan qo'ysangiz ham bo'ladi aka bunga. 3 ta mashitga 30 talik metanni shuni tagiga qo'ydirib olsangiz, energiya moshniy bo'ladi. Bo'lmasa ham propanni o'zi shunday bo'laveradi, lekin propancha baland bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'p, ana endi qarang. 39 ming probeg, 2024 Kia Sonet eng full pozitsiyasi, 4 ta yumshoq baloni va necha oy tonirovka ruxsati? 1 yilga. 1 yilga. Narxini necha pul deymiz? Narxi aka 15,600 ga beramiz aka. 15,600 dollarga necha o'tib bera olmaysizmi? Va telefon qilsin-a. Siz tomondan keladiganlarga mayli o'tib beramiz. Boringizga shukr. Omadli xariddan desiz, xudo xolasa yana ozgina sunnati Mehr bor. qozonib beramiz. Boringizga shukr. Faqat naqdmi? Aka, odamlar qalbiga quloq solamiz. Hop. Ular nima deydi? Qalbi nimasi uchun qarab ushtamiz aka. Boringizga shukr. Telefon Biroq nomeri. ozor bermaylik. 99 dik. Hop. 495 Hop. 52 82. Raqamlarga. Kechasi kunduz soat telefon qilib so'radi. Bor mashlar. 24/7 deng. Men boringizga shukr akalar. Murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Kia Sonet ishqibozlariga hop, jo'natib qo'yasizlar. Salon narxi akalar qanchaligini bilsalaring, kommentariyada yozib ketinglar aka. Eng full pozitsiyasi necha pul bo'layotganini.
Akalar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilni ko'ring. Ukam trekkerni puliga qilib bersam, bir olib masa qilib minadimi deya. Rasxoti 7 litr. 1 yil tonirovkaga ruxsatlariga dur bor. 2023-yil, akalar, Bestung T55 variantidan kraskalari top toza. Aka yurgani qancha dedingiz? 67 ming probeda. Ukam o'zim minib haydab ko'rdim. Rasxotlari ham xudo xolasa 7 litr ko'rsatyapti deb. Oldinlar bo'ylab sonsiz ashta qilingan 1 yil tonirovka ruxsati bor. Avtomobilni salonni ham bitta ko'ring aka. Agar trekker olaman deb yurgan bo'lsangiz aka, bitta variantda mun qarang. Bay tarpetkalarning holati, rullarimizni ko'rishingiz mumkin. 67 ming probel. Monitorlar aka metrovoylardan. Barlarimiz ham neobishnichelardan chiqqanida. Salon polni ko'ja, tevada panoramalarga dur bor. Evakor polik tashalgan. Aka propan qo'ysak bo'ladi? Propan qo'ysak bo'ladi. Bir qo'l haydalgan hisob ma'lumot xudo xolasa. Dokument qana bo'ladi o'zi? Istagan hujjatingiz bo'ladi, mana aka. 360 kameralarga dur bor. 2023 67 ming probeg. Bestung T55. Ana endi aka buni narxini ayting. Narxini necha pul so'rayapsiz o'zi? Bir minarmi odam ham bir maza qilsin. Aytgan narximiz 8300 aytdi. Aha. Siz obunachilaringizdan chiqsa 16900 dan barakasiga o'tib ham. 16900 dollardan barakasiga o'tib berasiz. Barter bormi? Beraman. Barter bo'ladi, naqd bo'ladi. Gap yo'q. Telefon nomer 88li 88li 206 206 50 50 00. Aka bozoringizni bersin. Hurmatli vatandoshlar, mana shunaqa avtomobillardan so'raganlarga albatta podeliska qilib qo'yasiz. Bularni orqa disk tormoznilari ham aka oldi bilan bir xil holatda diskli bo'ladi. Shu tomonlari ham aka bitta plyus. Bizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi, davom etaveramiz. Aka Dubayniki bo'lmasa ham Dubay deydi aka. Qarang mana. Dubayskiydi, Bakoyda ham aka mana shunaqa arabska yozuvlari bilan bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, ukam bizga 7 o'rindiqligidan keladiganlarga Jetour X70 Plus eng full variantidan topdik. Ko'rishlaringiz mumkin holatini. Oilaviy mashinalardan, kraskalari toza, gench qo'radimi? Xo'p, avtomobil zavodskiy diskada 4 ta balonlarga to'lib qo'yilgan. 360 kamera aka. Selipoy zona. Asha Dubay variantidan so'raganlarga jo'natib qo'ying. Xo'p, ko'pchilik Dubay bo'lmasa ham Dubay deb yangi boryapti. Mon qarang aka salonni. Bay. Tarpetkalarning holati, aka mon qarang. Bag'ri diliz ochiladi-yu mashinada. Patololari aka polni panorama qilingan, evakor polik, elektronniy upravlение. Mo barlarni qarang aka. Mon qarang. Monitorli polni bar xudo xolasa. Undan tashqari sidina pamyat deysizmi aka? Masajni bilaman nima? Xo'p, 2023-yil 37 ming probeg. Kraskasi toza, Jetour X70 da eng full variantlaridan. Ochil endi. Ana aka ketdi. Yoqilg'isi lekin aka benzin deyapti. Gaz qo'yilmagan ekan. Bemalol qo'yib olsangiz bo'ladi. Mana 7-o'rindiqlari ham aka. Tiniq holatda. Endi nima desam ekan, hozir 5 talik kamlik qilib qolyapti. Yosh bolalar bilan qiynalyapmiz. O'shaning uchun aka 7 o'rindiqlarni bosib olsangiz bo'laveradi. Aka hozir danni momentda rasxod qanaqa? Danli yo'lga 6-7 tushadi. Danni yo'lga 6-7 ta, shahar ichi 8 ta 9 ta. Xo'p, narxini necha pul so'rayapsiz o'zi buni? Yaqinroq aytaver. Hop, 21,5 ming. 21.500 dollar kami bor. 2023 37 ming yurgan haqiqiy dubayskiy versiya, kraskalari toza, gench qadimi? Yo'q, ofarmayman. O'tkazib olish kerak. Xo'p, variantga bermaysiz. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Telefon nomer. Xo'p, 50lik. Aha. 115 35 36. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni akamiz o'zidan oling va akalar 7 o'rindiqli so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar.